Mana biz Buxoro arkni ichiga kirdik. Sizlarga Buxoro arkni ichini obzor qilib ko'rsataman. Unchalik qizig'i yo'q-ku, qiziq narsa yo'q-ku, lekin biz sizga qiziqarli qilib aytib berishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar. Zo'r bo'ladi. Ko'zim ko'p yo'milayotganiga e'tibor bermaysizlar, bu yerda juda chang bo'lyapti. O'shaning uchun ko'zga kim nimalar kiryapti. Amir Olimxon shaxsan o'zi mana shu qilibni o'stirgan. O'sha paytlar bu 19-asr, 20-asr. Ko'rdingizmi qanday? Mana chugurmani o'zidan o'zi chop yuribdi bu. Chugurmada chop yuribdi. Çünkü shamol bo'lyapti. Taxti. Mana shu yerdan turib, nima qilgan bo'lsa, shu yerdan turib qilgan. Arzini ham shu yerda qabul qilgan, jazosini ham shu yerda o'tagan. Kimga jazo e'lon qilayotgan bo'lsa, shu yerda bo'lgan hammasi. Eng oxirgi Buxoro xonligidan eng oxirgisi shu Amir Olimxon bo'lgan. Undan keyingisi o'sha bo'lmagan, Chor Osiyasi tarafdan polni ishg'ol qilingan. Shunday. Bu Amir Olimxonning nogiron ikkita she'ri. Chunki yasamchi nogironga o'xshab yasab qo'yibdi. Bu she'r emas-da bu. Mushukning sal kattaroq versiyasi. Tushuntirib bering. İçkari ham to'la biznes ketgan. Bitta mana shu taxtga rasm tushish uchun. Qora futbolka kiygan bilan как положено har bitta odamdan pulni qoqib yopdi. Amir Olimxon unaqa jiyani ham qarindoshi ham bo'lmagan shekilli, undan xabari ham bo'lmasa kerak. Agar Amir Olimxon bir vaqt kelib mana shu qurgan taxtidan kimdir biznes usulida foydalanishi xayoliga ham kelmagan. Agar shu biznes usulida xayoliga kelganda shundan biznes uslubda foydalanishini o'sha paytning o'zida bir 5-6 ta qilib nima deydi, biznes qilgan bo'ladi Amir Olimxon o'zi. Bizda hamma narsa ilojini topadi, manalar hepsi. Yangitdan biznes qilaman deydigan akalar, ukalar. Agar kimda kim yangitdan biznes qilaman desa, zo'r usuli bor. Amir Olimxonga zakaz berasizlar, 4 ta taxt, shaharni zo'r tochkalarga qo'yasizlar-da, bitta rasm tushish 5000 so'mdan qilasizlar. Onalarini ham boyib ketasizlar. Taxtlar tushsa borana bir 2,5 million so'mga tushar. Onasi ham bir umr boqadi-da. Arkasiga Amir Olimxonga aytasalar, zo'r qilib podpis qo'yib beradi, Amir Olimxonniki bo'ladi. Shaxsiy brend deydi-ku. Ya.
Buxoroning imson Buxoro amaldorlari hammasi yevlarda sevri ketgandan keyin shunaqa katta kiyim kiyapti ularni. Umuman olib qaraganda shu. Boy bo'lgandan keyin, yegandan keyin hammasi katta.